Nima? Men bu matoni 15 ming so'mdan olganman. 15 minglik matoga buncha qimmat narx aytdingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Marhamat, nima xizmat? Mana bu poplin matoni tiktirmoqchi edim. Qancha bo'ladi? Tikish narxi 200 ming so'm. Bezaklariga qarab yana taxmin 300 ming so'm atrofida bo'ladi. Nima? Men bu matoni 15 ming so'mdan olganman. 15 minglik matoga buncha qimmat narx aytdingizmi? Uzr, lekin men narxni matoning bahosiga qarab qo'ymayman. Narx mening mehnatim, ketgan vaqtim va yillar davomida olgan tajribam hamda bilimim asosida belgilanadi. Bo'pti. Iltimos tezroq o'lchamini oling. Libosimni iloji boricha tezroq tiking. Xo'p bo'ladi. Marhamat, o'lchamingizni olamiz. Nazokat opa, hozir atelyaga kiramizda. Men kiyimni kiyib ko'raman. Siz menga yoqmadi, kiyimi yaxshi chiqmabdi deysiz. Narxini juda qimmat aytgandi menga. Bo'ldi, men sizni tushundim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Selim opa, kiyimingiz tayyor bo'ldi. Kiyib ko'rishingiz mumkin. Voy, sizga yaxshi turmayapti. Qo'shni yarashmadi, yaxshi tikmagan tikuvchi. Ana yaxshi chiqmabdilar deyaptilar Nazokat opam. Shuning uchun endi pulini kamroq beraman. Bu Nazokat opa sizga kim bo'ladi? Qo'shnim. Nima edi? Bu kiyimni siz kiyasizmi yoki Nazokat opami? Menga shu qiziq. Men kiyaman albatta. Unda men sizdan fikringizni bilmoqchiman. Sizga kiyim yoqdimi yoki yo'qmi? Qayeri yomon turibdi? Yo'q, hammasi joyida, chiroyli chiqqan. Faqat shu pulini ozgina qimmat aytgan edingizda. Xo'p, shuni siz menga oldindan aytsangiz, men sizga pulingizga yarasha qilib tikib berardim. Men sizga yana mato keltirganman. Kiyimimni arzonroq tikib bersangiz, buni ham sizga berardim tiktirishga. Bu matoni necha pulga olgansiz? 100 dollarga sotib olganman. Unda tikish puli ham 100 dollar bo'ladi. Nimalar deyapsiz, o'ylab gapiryapsizmi? Ha, shunday. O'tgan galda 15 minglik matoga qimmat baho aytingiz degandingiz. Endi qimmat matoga qimmat baho beryapman men ham. Siz hech qachon odamning yoki buyumning qimmat yoki arzonligiga qarab baho bermang. Har doim ham qo'l kelavermaydi bu odatingizni. Ha, qizim, to'g'ri gapirdingiz. Barakalla. Bizdan xato o'tdi, uzr. Tikishingizga ham gap yo'q. Bizni kechiring.